Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. Bugun ham Qarshidagi muhtasham muhit, quloqni qomatga keltiradigan qichqiriqlar, yurakdan chiqqan nasaf degan ovozlar. Biroq oxirida tablo yana alamli raqamlarni ko'rsatdi. Nasaf al-vaqtda 1-2. Qarshi jamoasi ilk daqiqalarda hujumkor boshladi. Imkoniyatlar bo'ldi. Raqib esa shunchaki kutdi va imkoniyatni qo'ldan chiqarmadi. Bu o'yinda hammasi bor edi. Jang, intizom, fidoyilik. Faqat natija yo'q. Har safar oxirida bir xil savol. Qachon yutasan Nasaf? Bu jamoa shunda ham tarixga kirgan, lekin muxlislar g'alabani sog'indi. Maydonda faqat o'ynash emas, yutish kerak. Nasaf, senda kuch bor, senda jon bor. Endi navbat natijada. Qachon yutasan Nasaf? Agar sen ham Nasafdan g'alaba kutayotgan bo'lsang, like bos, kanalga obuna bo'l va izohda shunday yoz. Qachon yutasan Nasaf?